8-marta zo'r sovg'a bo'ladigan xuddi shunaqa gulli manti tayyorlashni o'rganamiz. Ketdik. 1 kilogramm undan xamir tayyorlash uchun bizga 400 gramm qizil lavlagini suvi kerak bo'ladi. 1 kilo unga 20 gramm tuz, bitta dona tuxum chaqamiz va ustidan 400 gramm lavlagini suvini solib xamir qorib olamiz. Xamirga yaxshilab ishlov beramiz. Tayyor bo'lgan xamirni paketga solib 40 daqiqa tindirishga qo'yamiz. 1 kilogramm mol go'shtli farshga 200 gramm maydalangan piyoz, tuz, ziravorlar, qora murch va 1 piyola suv solib yaxshilab aralashtiramiz. Tindirilgan xamirni qo'limiz bilan doira shakliga keltirib, ustidan un sepamiz va o'qlov yordamida mayin va katta qilib yoyib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni dumaloq shaklda kesamiz. Agarda sizda bunaqa uskuna bo'lmasa, piyola bilan dumaloq qilib kesishingiz ham mumkin. Tayyor bo'lgan xamirni bir chetini namlab, xamirlarni ustma-ust qilib joylashtiramiz. Mol go'shtli farshni esa xuddi shu ko'rinishda joylashtiramiz. Xamirni pastki tomonini ham namlab, farsh ustiga xamirni bir xil qilib buklaymiz. Xamir ustini yana bir marotaba namlab, atirgulimizni o'rashni boshlaymiz. Bu eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Ozgina bee'tibor bo'lsangiz, xamir yirtilib ichidan nachinkasi chiqib ketishi mumkin. Yarim tayyor mantilarni mantiqasqon listiga terishdan oldin semichka yog'ga botirib olib joylashtiramiz. Qarabsizki, noodatiy mantilar pishirishga tayyor. Endi ularni mantiqasqonga qo'yib 40 daqiqa davomida pishirib olsak bo'ldi. Ozgina vaqt va mehr, mantilar tayyor. Albatta bu mantidan tayyorlab berib, yaqinlaringizni xursand qiling. Yurakchani qizartirib, menga obuna bo'lishni unutmang. Sahifamda bundan da qiziqarli va foydali retseptlar juda ham ko'p.